Menimcha hammanglar bilasizlar, bu kishi juda aktivniy, psixologiyani nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatiga e'tibor beradi. Men o'zim nazarim tushgan ayol shogirdlarimdan bittasi. Albatta bitta o'g'il bola edi, qolgani qiz bola. Mamatalieva Mohigul Abdusalom tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bular ham ikkinchi kursimda уже faol ishtirok etib, mana yakunladilar. Klinik psixodiagnostika kursini ham tabriklayman. Rahmat. Pichiklar tayyormisiz? Tayyorman. Bo'ldimi? Rahmat sizga, juda ham xursandman bu kursda bitirganimga. Psixolog bilan psixiatrni kasali qanaqa qilib ajratishi juda o'ylardim. Bularni siz oson qanaqa qilib ajratish kerak? Bularni har ipidan ignasigacha deydi-ku, juda ham chiroyli qilib o'rgatdingiz. Rahmat. Endi Xudo xolasa qo'rqmasdan ishlab ajratib otamizga bittaman. Rahmat katta sizga. Sog' bo'ling. Bardavom bo'lsin. Demak, keyingi o'quvchim, ular ham deydi, bilimni juda sevadigan, hattoki nafaqat psixologiya, balki tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan To'rayeva Nargiza Ergashevani tabriklayman. Sirdaryodan keldilar, mana. Onlayn juda aktiv. Bular ham ikkinchi kursimni olib tugatdi, muvaffaqiyatli tugatdingiz, tabriklayman sizni. Rahmat ustoz. Ilohim sizga ham olayotgan ilmlaringiz bundanda yuksak darajalarga nima niyatlarda o'qish davom ettirsangiz akademik, professorlik maqomlarga yaxshi siz eng sevimli daqiqalaringizni yoningizda turish nasib qilsin. Endi avvalo men bu kursga o'qishimdan maqsad mana amaliyotda ishlayman asosan. Shu maqsad qo'yganman, shu nevroz ayollar bilan ishlash va qaysidir joyda psixologlar bilan ishlaymiz. O'sha insonlarni hayotga qaytarish, oilalari bilan, farzandlari bilan baxtli hayot kechirishlari uchun qo'limdan kelgancha yordam berish uchun kurslarda o'qiyapmiz. Rahmat. Bilim oldingiz, endi sizga mas'uliyat bu bilimni ko'paytirish. Bilimni qachon ko'paytirasiz, qachonki tadbiq etsanglar. Shunaqa bilimlar mustahkamlanish nasib etsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Keyingi o'quvchimiz juda nima deydi, psixologiya, klinik psixologiyaga qiziqishlari bilan nima deydi, tinch qo'ymagan ustozni deydi. Sultonova Shahnoza Sa'dullayevaga tabriklayman. Diagnostika kursida faol, distansiyada bo'lsa ham faol ishtirok etgan o'quvchilarimizdan biri hisoblanasiz. Omad tilayman. Rahmat. Oq yo'l tilayman. Nimaiki niyatingiz bo'lsa, mana shu sertifikatni endi qolipga solib, mana shu sertifikatni oldim, shu mutaxassisdan deb bemalol faxrlanib ishlashingiz mumkin. Rahmat ustoz, bergan ilmlaringizga rozi bo'ling. Hammasi jam bitta shu diplom sertifikat kamida, to'g'risi. Aynan. Endi bor. Xudo xolasa buni biz amaliyotda qo'llaymiz. Inshaalloh oila psixologiyasida ham, masalan, tibbiy psixologiyada ham dars berardik, lekin buni haqiqiy hujjat bilan ro'yxatdan o'tgan va mana shu ustozlarimiz ta'limini olgan birinchi o'sha ustozlarimizni klinik psixologiyani asoschisi Zarboy Bodolayevni shogirdlari, sevimli shogirdlari bo'lishi bu hammamiz uchun baxt. Ilohim shu yutuqlarimiz endi kirayotgan bo'lsak, yo'lga davomiy bo'lsin. Rahmat kattakon ustoz. Sog' bo'lishga majbursiz. Rahmat, biliminglar bardavom bo'lsin. Har doim omad tilayman va yoningizdaman. Rahmat kattakon. Хорошая, там Бухаре знаменитая. Все, kesili yana yaqinroqdan tanishamiz. Xudo xolasa. Так, keyingi ishtirokchimiz, o'quvchimiz, suyukli o'quvchilarimizdan biri Matquliyeva Barno Baxtiyor taqdim etamiz. Ushbu sertifikat, lekin Barnoqa o'sha meni qo'limdan ikkinchi marta oldilar. Prичем boshqacha kurs bilan kelaman yaqinroq. Psixosomatikada ham o'qidik. Da. Ekranga sig'mayapsiz mana shu yerda. Tabriklaymiz. Nimaga пожелание bo'lsa, bor bo'lsa marhamat eshitamiz. Rahmat ustoz. Mana sizda ikkinchi kursingizda o'qiyapman. O'qib bitirdik, psixosomatikada o'qidik undan oldin.
psixologiya bilan shu meditsinani to'qnashgan joylariga ham olib keldingiz, bu yog'iga ham ozgina o'tkazib, уже diagnoz qo'yish darajasiga ham olib chiqib qo'ydilar-da bizani. Va o'shalarni qayta so'rab ishonmayapmizki, ishlayapmizmi inshaalloh. Ishlaysiz. Xudo xohlasa. Bu nima qilmaydi, katastrofizatsiya qilmaydi. Inson unda ham просто emotsiyasi biroz boshqacha bo'lgan insonlar, ularning o'sha fikrlari yoki bo'lmasa o'sha xulq-atvori sal-pal og'ishgan. Agarda unday insonlar nima deydi, ishlamaganingizda men aytardim, что ular oddiy jamiyatda yurmaydi. Ular o'zini qolib to'rtburchakning ichida yuradiganlar. Ya'ni kim o'sha to'rtburchakning ichida davolanadiganlar, tashqariga chiqa olmaydiganlar, kuchli psixotik buzilishlar. Ularga ham yordam kerak. Aslida yetarlicha o'ylaymanki bilim oldik. Просто mana shuni yana ham yaxshilab uslub qilib, o'ylayotganingizdek tajribaga qo'llab boshlasak, bu yog'iga olib ketamiz inshaalloh. Rahmat. Sog' bo'ling. Alikulova Nodira Matkayimovnaga kredit diagnostika treningda kursni o'taganlar uchun taqdim etamiz. Nodira opa уже meni bitta emas, ikkinchi kursimda. Kurslarda yo'q, birinchi. Men sizniki. Nodira, anaqada o'qimadingiz a? Yo'q, konsultatsiyalar olganlar. Tak birinchi kurs. Tabriklaymiz. Rahmat. Manfaatli bo'lsin, foydali bo'lsin, bilimingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Bu sizga. Buni qo'yarsiz Buni? Rahmat. Tashakkurnoma. Xo'p, Nodira opa, qisqacha o'zingizni nima bu yerda sizga klinik psixodiagnostika? Пожалуйста, mana kameramiz. Klinik psixologiya, Sardor Tursunovni klinik psixologiya kurslari menga o'sha insondagi, shaxs buzilishlarini to'g'ri ajrata olishni o'rgandim. Avvalambor universitetda o'qib 5 yilda o'sha shaxs, o'sha xarakter aksentuatsiyalarini, o'sha shaxsdagi bo'ladigan hayotda nima deydi? Har xil vaziyatlarda, shaxsni o'sha psixikasida bo'ladigan o'zgarishlarni o'rgana olmagandim. To'g'risi buni tan olaman. Mayli Instagramga chiqsa ham. Sardor Tursunovni kurslarida o'qib, akademik bilim oldim desam bo'ladi. Ishonch bilan aytaman. Akademik yoki amaliy klinikmi? Amaliy klinik psixologiyani o'sha akademik darajada o'rgana oldim. Ilmiy va amaliy darajasi. Ilmiy va amaliy darajasini o'rgana oldim desam bo'ladi. Yaxshi. Foydali bo'lsin. Bundan keyingi yo'llaringiz doim qirrali, serqirrali va nima deydi, o'sha yengili, qirrali bo'lishdan maqsad yengillikni olib, sразу ishlaydigan darajada bo'lsin. Ma'lum mijozni shunaqa ekan. Esladim, Dursunov kurslarida mana shunaqa edi. Всё, давай, yana daftarga qarab, shuna qilib, ertaga soat 9:00 ga kutaman deydigan. Inshaalloh. Kasallaringiz, mijozlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Rahmat.